YouTube'da 75 million prosmotrga ega bo'lgan o'sha mashhur yaponskiy durang pinchilar yoki pankeklarni birgalikda pishirib ko'ramiz. Qani ketdik. Let's go. Nechomizga kerak bo'ladigan masalliqlar 3 ta tuxumni ketma-ketlida idishimizga chaqolamiz. Unda asosan ketma-ketlarini to'g'ri qilib, hammasini joy-joyida solsak, o'ziga xohlaganda ideal pankeklar chiqadi. Bir piyoladan kamroq iliq suv solamiz. Tabiga qarab shakar solamiz. Qoshiq uchida asal solib, venchika yordamida shakari bilan asal eriguncha aralashtiramiz. Eliga solgan unimizga 1 choy qoshiq razix litr solib, shu elini o'zdaligida yaxshilab aralashtirib, keyin unni elab olamiz. Yana venchika yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Quma-quma bo'lib qolish kerak emas. Mana shunaqa quyuq massa bo'lgandan keyin yarim piyoladan kamroq suv solamiz. Nimaga oxirida solamiz? Pankeklarimiz mayin bo'lib chiqadi. Mana o'sha tayyor bo'ldi. Quyuqligi mana shunaqa ko'rinishda, ja quyuq emas, suyuq emas bo'lishi kerak. Solganda yoyilib ketishi kerak, bemalol yoyilib oladigan bo'lishi kerak. Va tovaga solib pishirib olamiz. Tovaga solatganda ham massani o'rtasidan quyib turaversak, o'zi dumdumalab bo'lib chiroyli shaklda yoyilib oladi. Asrolida qizartirsak, shunaqa chiroyli bo'lib qilarib chiqadi. Xuddi haqiqiy pankeklarning ustidagi bo'lib chiqadi. Mana shiringina pankeklarimiz ham tayyor bo'ldi. Buni prosta tamga gap yo'q. Yeb ko'rsanglar o'zingizlar bilasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. Hammaga rahmat. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, like va komment kutib qolaman.